xursandman, xudoga behisob shukr. Sizga keldim, lichinalarni oldim, mana Dildor opamga uchrashdik. Dildor opam lichina qildilar sizlar. Juda ham katta o'zgarish qizimda. Qanaqa o'zgarish? Juda ham katta o'zgarish. Buni kelganda agar esingizda bo'lsa kichkina edi. Kichkina qiz edi, bo'ylari unaqa o'smagan, harakatida qiyinchiligi bor. Kichkina edi, keyin harakatida bor edi. Doim qo'lidan ushlab yurardim. O'zini qo'ya olmasdim, yiqilib tushardi. Yiqilib tushardi. Keyin men bu eshitishida nuqsoni bor buni. 3-4 daraja edi. Hozir menga biz bu safar 4-kursda olayotgan bo'lsam, natijamiz bor. Birinchi kursdan natijani sezdim. Birinchi kursdan natijani birinchi sezgan natijam metrodan biz zinasidan chiqib ketyapmiz, o'zi yugurib chiqib ketdi. Voy shunaqa xursand bo'ldim. Men qo'lidan ushamadim. Meni qo'limni qo'yib yubor dedi. Men o'zim chiqa olmayman dedi. Shunaqa xursand bo'ldim. Chunki bu yiqilib tushardi-da yo'lda. O'shancha o'zi chiqdi, o'zi yugurib chiqdi. Ko'chada ham endi qo'limni qo'yib yubor, o'zim yura olaman debdi. Eng katta natija. Keyin har kuni men aytib kelardim, bitta yaxshi natija bilan kirib kelardim Dildor opamga. Dildor opa, bugun bizda mana bunaqa natija bo'ldi, bugun bizda bunaqa natija bo'ldi deb xursand bo'lardi ular ham. Shunaqa keyingi natijamiz bizda yana bitta yaxshi natijamiz tungi enureza bor edi. Tungi enurez bor edi. Hozir mana o'sha tungi enureza ancha kamaydi. Chunki men u paytda uyqudan uyg'otsam ham turg'iza olmasdim-da. O'shani anjig'lanardi, yig'lardi. Turg'iza olmasdim. Keyin yo hozir sal o'zini turg'izsam turib, borib o'zi hojatiga o'zi sezyapti-da. Keyin 1:30 o'sha kechqurun hojatga chiqisi kelsa meni uyg'otyapti-da. Voy shunaqa xursand bo'ldim. Uxlayapman, aytadi, "Oyi" deydi, tushuntiryapti, men hojatga boraman. Va u narsani tasvirlash qiyin-da, to'g'risi. Shunaqa xursand bo'ldim. Yana bitta katta natijam bu eshitmaydi-ku, eshitish ochilyapti-da. Eng katta natijam mana quloqda eshitish ochilmasligi, lekin miyada anaqa signal berar ekan, manaki miya yaxshi ishlagani sari, nervlar ochilgani sari. Biz uyga ichida o'tirgan bo'lsa ham, bu uydan chaqirsak eshityapti-da. Menga mana 3-4 daraja hozir apparat bilan keyin mana boshqa uydan ham ataylab chaqiramiz yoki bo'lmasam yana bitta narsa boshqa uyda kimdir gapirsa, ko'pincha mana adasi namoz o'qiydilar. Adam o'qiyapti-ya namoz deyapti. Bilvatda o'shani tushuntiradi, Alloh qilyapti-ya deydi. Ha, deyman. Keyin hovlida turib ham ichkaridan ayvondan ham chaqirsak chiqib kelyapti. Keyin yana bitta natijam, avval kimdir telefon qilsa bosib qo'yardi. O'sha bo'ldi, ana telefon ko'rayotgan bo'lsa bosib qo'yadi. Hozir kim telefon qilgan bo'lsa olib chiqib keladi. Kontaktdagilarni taniyapti. Mana men o'shanga xursandman. Bo'lsa qiladi.